Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Ishmi? Oylik kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'mi? Voy, nima qilasiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirayotgan suvda nima maz bor deysiz? Chimangal. Bir china so'g'uq suv akira, qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-mu, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yuzligim yorim ey navat bilana jug'a. Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qani. Ko'zning kattiqdan Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang.
Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandin tatib olinglar" desangiz, "Voy, necha pul bersa, o texi men nima ko'ryapti" deb qopiladi qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da. O chaqda qalamga siyosh xizmat desangiz, qalliga kelgan gap qechib ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tukurik to'g'risin bir narsa yozaymi deymi? Agar yetib qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tukurik to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tukurikni sal chaqlamang. Agar yozgan bo'lsak-chi, mush dehqonlarni ketman chapqanda-chi qarang, qo'liga tukurib turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tukurdi qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tukuramdi, tukamamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tukurib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar yetib qolsam, siz cho'qib kelma. Hey, bu yil xotanda paxton bahsi bir xil tushib ketdi, oldingizmi? Siz ham ish xotingizni istab emaysiz? Bu odashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda qonga bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushungan bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tarix bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Bapat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomimni e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimmi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb bez qo'yam. Voy, nimada ansiz xotini mana? Voy, Samajonning dukuni qilib, balla bilan birdan birimdan o'tirimiz deb menga boshqa ish bo'lmagandiki. Yana shu ish qilmoqdim, danga. Xotin haqqiga aksiyani aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Men nasara. Ara, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qana voy. $500. Geçtim. Keçdim. Ben mi keçdim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çu. 500 'ni aldım. $500. Geçtim. $10 aldım. Geçtim.
Çekindim. 20 ming ko'rdim. Rang chiqdi. Ana nima da? Mani ko'rib bak. Üçte. Kim emasmi? Qadroq. Ağaylar, yana o'ynamizlar ya, bo'ldimi? Ha, shu. Ha, bo'ldi qilaylik, bo'ldi qilaylik. Qasam qaysa, ayt ko'rsinlar. Shunda qilaydi. Mahma. Elimizni qurdi. O'tirsan ku, mangmamsan? Mandınlama. Qasım şoförge Ahmet tazi geldi de şu an esma. Qasım kanku bir Ahmet şu geldi esma. Bir nöbette. Qasım ka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çotap oturmadı. Sizlarga cho'tov bermay qutlanmayman. Buni asosini sasab qo'y. Bu sening. Bu sana chiqib borda. Nima qilamsan? Ağinlar, enasima eshitdimi? Qo'sha. Osman adaş, ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiz qiziq gap bilan ishmayapsizmi? G'az adaş, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinlarni anglaymiz. Qanday dedim efsane? Ey tangal, ele bakasını arakçılap baygın itimizmi? Onda ikki qiz efsane loyib ketadigan, onda yumshoqdan gal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir er kişiga qarta esilgan saatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmu hikoya? Şunu bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amisi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Yakalan. Hay yenkem o. Eyvallah, ötken doğağı. Bir toyda bir çoka bilen ufuğu çıkıp kaldım. Ama kasapetinin sağırsı alamet gencimi. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig turdi ekan emasmi? Bir hafta ichida shu cho'kani shapib chiqdi men. Kechi tushib buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sha. Xo'sha. Hey. Bu bir men bu ishni uqta olaman, men bu vaqani angladinglarmi? Nima ishni? Hey, Samatni angladingmi? Yo'q. Bir mes, bir stol bu üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangaldek chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlarini. Xo'ja. Hozir chet elda bor, choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni bir şey dayavgandaki burtonu budur çetelik olmasan mı? Bana
bedelini Bir şey çakamayın. Assalamu alaikum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Burcu. Taza beyz kılıçlı da. Kelan. Kene bir kontrolle. Kene. Tişkma ağalanlı yakşı. Muşu nasıl oldu kendimi ne var? Üzdümü yerim kalmadı. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ish chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasvam chekidiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, birer romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'ydik. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'yinglar. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hürmetingiz. Endi mau sizning naq növbetingiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Ilang. Ilang. Bale. Qani xo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytering, naqsh bo'lsa olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim ey pida Cinim pida bulsun ay sana Cinidin keşken ay satayınlar aşina Kaşı aşina bulsun ey sana Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben bundaqlı etib qo'ydim. Tozi tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlab qo'yaman.
Hazırғы ikki kız kaldırlaydıqanlar özünü mən naqşçı deb aldığan boldu. Naqşçı degende bağı. Abdüveli Carullayıpdek. Davutcan Nasırdek. Mana mendek etmem de. Qandaq dedi. Ağinler. Mao dükkanını işidin takap koyup aramgıda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep çıktı. Edep. Edepki. Ne babda çıkıp girem. Edepki gerek yok. Astırak. Havayla. Üzep çıkmasam. Üzep çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Edep. Gap içim aldı, gap. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken ha? Lekin kaçtı ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rahtiga bu iş lasnıza. Bugün acep iştiyesi kaldı mı? Rahtiga bu koyunu içmeymen deymen yanlış kalın. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde. Məxsus xotun yoqlağa xotun. Eri yoqlağa er bop berdiğan bir kesip ronaq deyiptidek. Ulanın qızları bolsa şunçilik sılva. Erleri bolsa şunda qavul kilemiş. Ula boş vaqtlarida boş qışqınmay muskullarını çiğitip ultramış. Müşkin doğağı emmin erstedir ağinler. İlgiri sakal burut degende müş dadılar koyup ballarının inekleri pak pak kızdırdı. Doğru, şundaqda. Hazır hem sakal burut yaşları küçüp çoğlarının inekleri takırışıp oturadı. Rast aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'raktatmaymish. Voy qo'poy! Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texi mayada. Hozir dunyoda bag'u nomrodlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Hey, mush hozir chet elda bor. Voy baldalar achaka chatal qo'ya, chatalarni. Ağineler, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andir. Ulan ağinsi yo'liq qoldim kitam. Ey ağinlar. O zade mesmo yoki saqmo, ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikavatganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ağinlar. Saatmi bir yerga berib qapti. Ne çöptü? Marak peşime çıktı eminim. Asla qaytmaylı mı? Mayli. Ketdik. O'qtaymiz-da. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadik. Qaytdik. Ya, maqsadlar ko'shdi.
Samet Dügülek. Samet Çakır'a. Dükkanını takıp mamamsız bile. Ağinler, sizler avval mangaştırınlar. Ben bana dükkanı takıp tutla, keynindinler. Aynen Dügülek. Astıra. Makul hoş. Hazır iyiydi mi? Mağda. Ha iş qilgan narsa niye etmas? Acep bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Hey, qisqa o'tira. Qisqa taraqishga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Hey, ma, ayağa berib o'lta. Nishqa kelganda. Seni uyingga keldimi? Sizlar? Bilamedik.
Ha. Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganliginglarni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Ben gözümden açsam sakşı motosla oturma. Keçisi motoru çıksa kulağımdan yaptı ketitke qarang. Dükkan kirgan bir xaridarning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Madem töhmetni. Oy biz qaysi xaridarning pulini yaptık koy? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib hariqishga hali xaridarning pulini-chi? Qanday gap bu? Dukkan deganga xaridor degan kep turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmasang, kim oladi bu pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib aroq ichganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu Tovarey ma tökmetli qara. Hammanglarning masligi tex yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. bu nima ish qildi? Biz qanday qilgan gapdi? O'zimizni bajaqlarimiz Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha vola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey! Kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchisan-da, ha? yo'q. Mening hargiz undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kirasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara tökmetli. Ahir qutulduq-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdi, ha? Shu emasmi? U degan o'g'irning bizni saqchiga so'zdirdi. Uning do'koniga tushgan qiziqish. Shu emasmi? Hey, agar bu seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qara tökmetni qanday qutuldik? Shu emasmi? Elim aman esan qilib chiqdim. Xudo shukr.
Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Oylab sözlanglar, çağlap oynanglar. Dügülek. Qanday qo'y? Ben marab tuğuş öyle tutamamdı. Bo'ldi. Men boyaga o'tib ketayotgan sen bani. Adasi bana öldürmez. Bo'ldi. Voy, bana öldürmez. Qaytay. Voy, bana öldürmez. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandu. Nima gizlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midi deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'sh emisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishki bundoq qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Undoq saranglik qilmang, Qasim. Saranglik Mening pullarimni sen chiqib olding. Sen chiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Juriysa. Qachonli qarsak taqoq turdi uning dukina. Chiqqan bo'ldi. Sizni yo'qotib ketdi-ku. Jira Osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Nima oldi? Shu nagman atdim, sizlarni izlab maqdim. Selolda tepishamidik, Samarqandga berib, birdan berimdan mo'ngishib o'tamamda. Shiyag hozir berib keldik, dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga chiqdim, bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-va. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha ma'lisi berib turishni taqmaylaman. Yuranglar shunday qilaylik. O bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nima deb? Hey, u degan so'roq chopsan qocha. Nima deb? Meni bekadim beka nima deb urishsa deymi? Buna sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Yer turinglar. Yer turinglar. Qopcha, qopcha. Qopa. Qopcha. Qopa. 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 Ey, Saram. Nima ish bo'ldi? Ha? Saram avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bekadi beka. O'ta bu yoqqa. Mana ketdi. Hey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bekadim beka. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Hey, uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti-kan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey, sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Oy 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 oy. Oy. Eshikni yedigan juvoy demak, tazim uribdi-da sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'riyotamda. O chekam. Sizmi o sarangga esli surib qasdingiz bo'lmamdi. Nim deb esli surgansiz o sarangga? Uni saralg'i men dedim bilma. Ko'p kunuz odam urg'anda qarg'anda qiyib qizil sarangni o'xshaydi u. Yomonchi qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bel. Beshim. So'ngkini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi sabr bera. Ammo qo'rqib. Va so'ngkini ola. Sho'ldi. Ha, unda qo'rqadimmi? Ha. Bulmuru.
Oy oy. Voy nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi Osman? Keling o'tiring. Sizning kasalingiz odatdagi kasal emas, Osman. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben sapsaq tursam, neramda qanaş çataşqıdı meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyum bo'layotgan lekin neramda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya! Ko'rina! Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Keling. Kesal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaati tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Uy, sara. Nima? Men rost sarangmi? Sara. Rost sara. Ey, gapqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugib salatdim. Sizim doktorga ko'ringiz bag'andan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, inib kelsangiz bo'lmamdi, ha? Sizim tasmin bir saran ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, meni narim sarang-ka. Voy, men odat saq odamlarni saq tursam?
Vay doktorxanaga berip körünmey qaytip kelgan adamning o'zi saran olmamdı. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkı nimem var. Oturup tokudek dar çok yedik. Özümün kanı tokuğu. Aslında burcum var eksen nerede gelsin? Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Nima ekanda? Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Shundoq qilaylik. Pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bora, menga jiga. Qaranglar uni olibdi. Sarangni ish qilib borgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishkil o'xshab qolganni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! Bu abinin başına! Ne kapırsın? Nima? Nimishingiz otdi? Siz meni tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq-chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqillah. Ish deganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashina ekandim. İşenmisiniz, ben sizni apuray. Zaten işengil olmaydı. Bir özemli bir köstü koymuşsa ulardan hemmisini sakçılık tutup vereyli. Şunda kılaylı. Asım bugün bu sorağımızı aldıma yapkanda herhalde ihtiyaç kılaylı canım. Bundan mı kamakallı? Kopana? Kopana? Loy neyimiz? Ha? Nasıl oynayalım? Kopana? Kopana? Hey! Ya karangla o sarang Rasulullah übkis ekeke hoşmandı.
O sen degandek sarang emaskan Cuma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisida akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma yisib. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy besh. Oldi. To'yga Oyna! Acem yaxşı bo'ldi. Oyna! La. Ne buldun? Naqmu shu. Hey, nima mashinam deb qaytsa? Hey, sen bunu tanımamsan. Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kimsan aka? O'zing sarang. Qarala kim qacha deb qoldi. Ura. Chaqib baba. Bunun nemisini ko'rsataymi? Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib bosamisa bu. Voy adash. Biroz yurib o'tdi. U yer endi qiziydi deyman. Ha. Ona soqqan ko'rishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, qasab bo'lmadi deyman. Samatni yo'qab ketdi. Osmonmi qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi bu xora so'qishtirishni ko'rayli. Aroq ichib, yana o'tgan sochi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'ygan qo'riq gaplaringni. Bizning yo'q, odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha, biz bilan bir aroq ichgan xaridor sizmi ketib demiş. O'ylab baqa, shuningdek Samat tugulakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabdi adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgana adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang bo'lib ketsa, pul degan ashlab mehri yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Voy ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Eliqi, men san gapini qilpagan eliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyol sovuq choyni içsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suv ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz? İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenmeyim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zolga üzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yelib kirgida ben qo'rqima. Hey!
Ha, qandaq, ha? Ay! Kim dur? Kim dur? Kim dur? Qo'ya! Yavaş bak. Ey! Men degan, Kim turib? men degan salam. Yarayma. Ben Cüret. Dert kuchusida ciddi bir iş chiqib qoldi. Tez kelarsan. Ha, shu. Ma'qul. Kim yeter? Ha. Tura. Ha, gitme ha. Yer gitme. Yolu boşala ha. Otur. Ha, sen nereye gittin lan? Yolu boşala ha. Yolu boşala. Ha, yolu boşala. Vay. Ma rasmni alametsiz zaptı. Ey, bu rasm kim sizde? Hey, sen nima adamsan? Men Saran. Kelime. Ey, men aslı Saran. İşenimsançı, xotimda so'rab bak. Doktorum shunda dedi. Ey, mening yolanda çatak chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimni ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-mu? Ey! Ya men seni tanib qoldim. Sen Saran zot yo'q degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Hey, bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganligi uchunlar sana kengchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q qarang. O'sha Nirvandan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Bir so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'chas, so'rangda qilib qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Göbelek chiqisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Osman! Dangal! Osman! Bağırın dostum, yaşladın mı? Bağımı sen adaşa! Sen ne kettin? Bağımı sen! Ha, yaxşımsan. Salomat tuding maqina. Anlasam seni saqchiq kirib qopdi deydi rasma. Ha, gap qilma adash, desam gapakchi. Samatchan qani. Ha, o dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va, uni dukkan nega qayt bo'ldi? Men faqat topolmadim-ku. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan uduka yok. Ha. Jüre. Biz seni başa parayla. Jüre. Samet Göbelekning dukkani mana shu. Oho, Allah'ım. Yürü, ben girmeyeceğim. Yürü. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turibmi? Tinchmi? Ola dukkanlaringni alomat qattiq qilib olibsan-jimi? Bu shunchalik qilib qo'ydim. Mana o'zingmi shunda payzob alomat qattiq kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat o'z kutdimi buni ichi? Yuringlar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik.
Hozircha Onun tutquni o'ldirib ketdi desak, mijozimiz o'ldirib ketdi-da. Gördüңlarmi ağinlar? Bugünmü azraqlı pul tepip, adam tanımasa qaptı. Hey, tapqinini odunaq yutib ekitelemdi. Vay haldigine. Amne bir yamaq otunu qo'li qalıdı şu. Bal dünya qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey, ha qancha olsa semeçe sarang emas-da. Muş birovdan ağinimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, uni sat emas-ku. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib ağinlar bir yantib o'ltiraylik-chi. Bugün mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Qangish bir ishchayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Yana sarang'i tutdim nima buniki? So'kkim aka. Aka so'kkim. Mana. Kichini qilib atkinmi? Hey, meni aqar so'kkim pullarni men mayot qalanni arzu tiqib qo'ydim. Sen ilib olsa. Kesk pulni deydi ekansiz. Pulning dardida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni debbe. Hey! Ben seni boğup koyayım. Bunlarımı tepme. Bunlarımı tepme değil mi? Ben seni boğup koyma. Bunlarımı kırı. Bunlarımı kırı. Bunlarımı kırı. Bekçi kul demez mi? Oldu qilib. Endi har qancha qilsangiz o'rniq kelmaydi. Aşı haraq degan necisi içmeyen bo'lsangiz, mush ish yo'q. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralığınız tuttu mu? Qara aqarmas, sarang saqaymas degan. Rost gapganda. Sen yani beni sarağında atsan mı? To'xta! Amamıqdan bir ko'ray! Eyvallah meşhur kemeden. Eyvallah rast çatak çatan değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Davali. Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan. Salomat jinim yaxshimi? Ha, teshikmadash. Teshla, Voy teshla. qaysi shamonlar ushirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Sujda uyqir paravoz Qara, aydi. qara. Ey, mehmon keldi. Ha mana. Jiradash uyqirayli. Oy. Tez xizmat. Qana mana savobdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Teşlak. Choy iching. Men bu sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? He, men chiqishim qaraman. Choy ishga o'tiringlar. Ha, ada, ahvoling yaxshimi? Teşlak. Osman. Sizlar dükkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chog'da u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi sizlar? Ha? Voy qaysi so'mkini? Voy mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatima. Shu chog'da u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenida qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q jima. U chog'da so'mkining ichida nima borligini sen mi bilmayding, men mi bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysa? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi vaqo qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishidigina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etkili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekanda. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning pulimi-ti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Hey,
Bu sırrını menden başka sen bilsen. Başka adamga demigensen. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayotiman senden. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas, Osman. Elik pullarını hazırca dükkanımı desmi kıp durdum. Paydası olsa ten göremiz. Hazırca az bolsun mu, ma o 5000 so'm pulni sen turmuşunga işletip durgin. Ha? Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. İş bununla tügemeydi. Biz yakın el ağıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu diyen senin hakkın. Hey, anlasam eli kıkıma avaz senin aldığını tosup uruptu o. Kaç qimavas? Eli bizden dükkan kirgen kıma avaz çok. Voy, senin dükkanın qiliqi nasıl so'rab kirgan odammi? Ha, del şu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarang olgan nima degina? Ha. Voy, isit. Oo, voy, isit. Osman, hoş emesin. Ma'lumada. Ha. Hey, ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emesin. Hoş. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatcan qani? Ha? Samatcan qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxslay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz ashqamaylik-a. Nimdoq sarangda gap qilsiz, Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday o'g'ini bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! To'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, demiş to'xta nima? Voy, to'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nima qaçsa, ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bize ko'zda qaçdigan bo'ldi. Uningda nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi o? Samat o'zgardi. Osman mı o'zgarsa, bu zot qanday bo'lib ketgan adaş? Beli qaqshimi kirgan odamning g'arga chataqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopti deb anladim. Samat mı o'zgarsa, Osman mı o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chataq chiqmasa? Aa, yo'q gapni qilmag'ina. Kira, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Oy canım, oy. Oy.
Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotindan xəşligini halal. Toxta! Saran, kimdeyse? Ha? Bak Saran ne buldu? Kim saran ken? Sen beni udun ka? Saran neymiş kursa? Kim saran ken? Adem baba! Beni saran da otamsan deke? Seni burada baka? Adem baba! Kim saran ken? Kim saran ken? Duydun mu? Saran! Bakadım baka vurup! Bakadım baka vurup! Saran! Ya sen mi doktorun köketmeydin? Paran olan tavuk verirse. Ben onu işini mi kımızsam o öz kilipli beni vurup gitti. Saran! Uağa bu etrafta person kullanış tutup koyuyor. Paran olup gitti. Bamış yakşı opırttı. Hey Osman, quduqba o'yladi ki heyli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deyip bo'ptikan, hukumat topshirdi debdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan o. Nima? Bundaysa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nim bo'ldi? Hajab hayron qoldingiz-ku? Ha, eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saramab qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çarpıp deyip yakılınca mı? Ben paktaşken soyma emas. Osman ben. Osman'dan geldiğim ben. Ulan paktaş şu. Soymun dişiydi. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğu yazık tukallarını ki var bu. Kallarını sen gidip Nirvan'ı aram aldır edip git var ben. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizden oyduğu bir iştap paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kışın günü olsun gerek olsun. Bizimki bir hemen birey. Siz günü momiyaydığa okşamamsınız. Chopirista mana shu to'xtagan Bir günü chiqqanman. kaç kilo pişirkeysiz. Ben bilen birisi sıkılsa günleriyle kişilik koydu. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim saran? Üzan saran. Şopristan.
O saran kotunu maşından çürüt. Yakşı kıldınız mu? Köp günüz adamki gözlü kısvatıdı. Adaş, sen mi tormozunu tutup otasan da? Tormoz? Maşında tormozu tutup oturmam ha. Adam baba! Bunu elim aldı ya! Şoförün harap etsin onda. Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayay tıkıp koyup dikensiz ha? O pulni nima qilding? Nemi kılattın? Hazırkı vakti 2000 so'm pulga nemi kilitaysiz ey? Balaga bir akır kengecek aldım. Yani uşakça karsan töledim. Un, güreç, may, haras. Sizning pulni ag'ib ketgan uni berdim. Qog'idigi mau kiyimlarni aldım. Chiroyliqmika? Taza obdan bo'ldi. Oy. Keşke quruq so'mkani ko'tarib kelaveramsan. Kichik qilib nima sevasan manda? Kichik sağdık bir narsa sanmamdı bu. Ey al, yotma Sametcan mı o? Bu şuka. Ey Sametcan aka. Ey Sametcan. Ey Samet. Ey. Bak oldu kıla. Çılgın ona. Demek ne var? Halini değil. Ey dukanga xaridan pulni dal mushka zapilib olgan. Nime? Nima? Nime deyse? Ey tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasap boyib ketdi. U bichara sarang'ib mashina orqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'z yumaylik qo'ymasa. Bu bugun soqchi ko'rib deyman uni. Osman. Oldu re. Zat neymiş oldu? Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kuni o'g'il, shu bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'tdi. Nima boshimga qo'rqib. Mayib yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Qaranglar, xalqsika ekan bu. Xalqsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qolti hikoya ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i Marks degan she'ri modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri do'tlashib ketyapmanmi, qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, ağaylar, şundaqmı deysizlar? Ben o hikayenin mazmununu qilib tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nemini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qandaq? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyin. Haklı sözler adlı kara bilmeydiğen. Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Şen insan der
kaçar. Düşen insan dertke muhtaç emas, amma turmuş kısmet kıynar her kaçar. Mensiz gözlerini istekte mangsang mu yere, tusar lekin aldığını derya tağdalar. Mensiz gözlerini istekte mangsang mu yere, tusar lekin aldığını derya tağdalar. Gülmü tuzar, yaşlık gider, gider hemmesi. Kalar fakat dildi yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar.